A Chinese company just revealed a robot so realistic, they had to prove it wasn't human. This is the newest humanoid robot from Tesla rival XPeng. The first robot sculpted a female silhouette with a supermodel skywalk to match. After the reveal, social media was convinced that it was just a woman in a suit, so XPeng pulled back the scene on camera to prove it was real. Unlike the household robots that we've seen from Figure and Monax, this one is a maker choice. XPeng built it for customer-facing jobs, receptionists, sales associates, tour guides, roles where its natural movement and conversational abilities can shine. With a bionic spine, a muscle system, and hands that work just like ours, the line between people and robots is blurring fast. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Sho'rchi Savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodir Shoh. Bugungi mavzumiz, oladigan mavzumiz siz kelajakni qanday tasavvur qilasiz degan mavzu haqida bo'ladi. Bu videoni yozishimda maqsad shuki, hozirgi robot texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib ketyapti. Har xil robotlar, Tesla'ning robotlari, shunga o'xshagan robotlar asta-asta ishlab chiqarilyapti. Va bu robot texnikaning birinchi avlodi hisoblanadi. Masalan, telefonni oddiy telefondan, masalan, knopka telefondan sensor telefongacha boradigan vaziyat, masalan, navbatma-navbat etap-etap ketadi. Shu sababli bu ham hozir robotlarning ham birinchi avlodi hisoblanadi. Hozir ko'rsatilayotgan robot, ixtiro qilingan robotlar bu birinchi avlod, sun'iy intellektning orqali ishlaydigan birinchi avlod robotlar hisoblanadi. Hali bundan ham yaxshi zo'rlar oldinda deb o'ylayman. Shu sababli hozirgi yozayotgan videom qanchalik haqiqatga yaqin bo'lishini bilishim uchun balki 10 yil, balki 5 yildan keyin, balki 15 yildan keyin mana shu video yozgan videoyim haqiqatmi yoki haqiqat bo'lmasligini bilishim uchun hozir buni yozib tarmoqqa joylab qo'ymoqchiman. Men o'ylashim bo'yicha yaqin yillarda, balki 15, balki 10 yil, balki 5 yilda meni fikrimcha insonlarni miyasini, aqlini yozadigan robotlar ixtiro qilinadi deb o'ylayapman. Ya'ni, xo'p, bu qanday bo'ladi? Masalan, robotga bironta yaqin odamini, masalan, kimdir yaqin odami o'ladi, ya'ni o'lgandan keyin yo'q bo'lib ketadi. U haqidagi xotiralar yo'qolib ketadi. U haqidagi uni eslatuvchi narsalar yo'qolib ketadi kimdir vafot etgandan keyin. Ammo meni fikrimcha buni uning xotirasini, vafot etgan insonning xotirasini robotlarga, ya'ni aqlli robotlarga ko'chirish amaliyoti yaqin yillarda bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni xotirasini ko'chiradi, robotga ko'chiradi. O'sha robot shu odam sifatida yashaydi bu hayotda. U qilgan ishlarni qiladi. U fikrlaganday fikrlaydi. Ya'ni u gapirganda gapiradi. U nima hissiyotni his qilsa, robot ham shu hissiyotni his qiladi. Odam nimani orzu qilgan bo'lsa, robot ham shu narsani orzu qiladi. Ya'ni vafot etgan odamni xotirasini robotlarga ko'chirish amaliyoti bo'ladi deb o'ylayman. Bu amaliyot bo'lgandan so'ng kimdir yaqiningizmi, kimingiz vafot etsa ham uni tanasini, ya'ni uning aqlini, miyasini, xotirasini robotga ko'chirgandan so'ng bir tana hosil bo'ladi. Boshqa bitta odam hosil bo'ladi. Ya'ni uning xotirasida yashaydigan bir robot hosil bo'ladi deb o'ylayman. Mening fikrimcha shunaqa. Ya'ni yaqin kelajakda bizni shunaqa bir ajoyib bir narsalar kutmoqda. Ya'ni endi yaqiningiz, vafot etgan yaqiningizni vafot etsa ham sog'inch hissi bo'lmaydi. Ya'ni uning hayollari, uning aqli, uning idroki robotlarga ko'chiriladi. U odam qanday yashagan bo'lsa, robot ham u yashagandek hayot kechiradi. Hattoki uning tanasini ham xuddi shu dizaynda yasab, ya'ni uning yuz tuzilishlarini, uning holatlarini shu robotlarga mukammal qilib hali yasashadi deb o'ylayman. Mening fikrimcha shunaqa. Yaqin kelajakda mana shunaqa holatlar, hali antiqa, qiziqarli holatlar bizlarni kutmoqda deb o'ylayman. Ya'ni endi vafot etgan odam bilan uning xotiralari ham yo'q bo'lib ketmaydi. Ya'ni uning xotiralari robotlarga ko'chiriladi va shu yaqiningiz oldingizda yashayveradi. Ya'ni vafot etib ketgan, ammo sizning oldingizda. Faqat boshqa tanada. Odam tanasida emas, robot tanasida bo'ladi. U siz bilan shu
o'zi qanday muomalada bo'lgan bo'lsa, qanday gaplashgan bo'lsa, qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, shu munosabatda bo'ladi. Qiziq. Juda ham qiziq masala. Ya'ni shunaqa holatlar bo'lsa, albatta bo'ladi deb men shunaqa fikrdaman. Bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hozirgi ko'rayotgan narsalarim mana shu narsaga olib borishini qandaydir his qilyapman. Balki menga o'xshab shunaqa o'ylaydiganlar ham bordir oramizda. Chunki insonni vafot etgandan keyin uning miyasi ham nechidir soat, 3 soat, taxminan 3 soatlar ishlaydi. Ya'ni o'lmaydi. Uning miyasi o'lmaydi 3 soat. Taxminan 3 soatlar, ya'ni u vafot etgandan so'ng ham 3 soatlar miyasi faol holatda bo'ladi. Bu esa uning xotirasini ko'chirish imkoniyatini yaratib beradi oxirgi nuqtasigacha. Ya'ni shu vafot etgan nuqtasigacha uning aqlini boyagi Robertning xotirasiga saqlash imkoniyatini yaratib beradi va o'sha jarayondan boshlab u yangi hayot boshlaydi. Buyog'iga yana shu odam hayotini davom etkazib ketaveradi odam sifatida, boyagi Robert. Mening taxminim bo'yicha shunaqa deb o'ylayman va bu aniqroq deb o'ylayapman taxminim bo'yicha. Xo'p, kanalimiz a'zolari, siz qanday fikrdasiz? Balki siz boshqacha fikrdadirsiz. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Biz buni tarmoqqa joylaymiz va agarda shu videoyim, ya'ni olgan video lavham uzoq vaqt tursa agar internet tarmog'ida mana shuni ko'rish imkoniyati menda bo'lsa, balki 15 yildan keyindir, balki 20 yildan keyindir, qanchadir muddatda agar ko'rish imkoniyati menda, shu videoni ko'rish imkoniyati mavjud bo'lsa, fikrlarim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish uchun mana shu videoni olyapman va mana shu videoni oldim. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.